Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Allahqa bolsun. Şunaqla Peyğəmbərimizə, ailə təbəətlərə və onunğa taki qiyamətgacha ergəşkənlərə durud salamlar bolsun. Bir kishi Ramazanda özür bilan bolsun yoki özürsiz bolsun, farz rozani tutalmagan yoki buzib etgan bo'lib, uning qazosini qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, roza aytining 2-kundan boshlab kelar Ramazon kelib bo'lguncha bu ishga oldirishi, hargizmi sal qarab kechiktirmaslik lozim. Chunki inson uning qazosini qilib olmasdan o'lib ketib qolsa, bo'ynida ado qilinmagan farz qolgan bo'ladi. Ammo yana bir Ramazon kirgich kechiktirsa, gunoh bo'lmaydi. Hazreti Aisha radhiyallohu anha mu qazo rozalarini Sha'ban oyida tutgan. Abu Salama mundaq degan: "Men Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini anglagan. Mening Ramazonda tutalmagan rozalarim bo'ladi. Sha'ban oyi kelgandila ondan u kunlarning qazosini tuta olaydim." Yahya mundaq dedi: Aisha radhiyallohu anhaning Sha'ban oyidan boshqa vaqtda rozasining qazosini qila olmasligi sabab Rasulullahning ishlari yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan mashg'ul bo'lganligidandir. Farz rozaning qazosini tutish farz bo'lg'achqa, farzni qo'yib turib nafl roza tutish oqilona ish bo'lmaydi. Buning asosan Ramazondan qolgan rozasini tutib bo'lib, ondan fursat bo'lsa Shavval oyida nafl roza tutadi. Said ibn Musayyab Zulhijjaning avvalgi 10 kunida roza tutish haqida so'z qilib, Ramazonning qazosini o'rindab bo'lmoqcha, u kunlarda roza tutish yaxshi bo'lmaydi degan. Yana bir Ramazon kirgicha burunqi Ramazonni tutalmagan rozaning qazosini qilmagan bo'lsa, ba'zi olimlarning qarashicha, ikkinchi Ramazondan keyin qazosini qilish bilan birga fidya, bir miskinning qursqini to'yg'ish to'lim bo'yicha to'lam to'laydi deb qaragan. Ya'ni bir bechoraga bir yoki ikki vaqt tomoq ilib bersa bo'ladi. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi bo'lib, bular Abu Hurayra, Ibn Abbas radhiyallohu anhulardan kelgan rivoyatlarga tayangan. Yana bir qism olimlar qazosini qilsalar kifoya, fidya to'limsin bo'ladi deb qaragan. Bu Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarshidir. Tabiinlardan Ibrohim Ramazon rozasining qazosini kelar Ramazon kelguchilik kechiktirgan odam har 2 Ramazonni tutadi degan va u odamga tomoq fidya berish vojib emas deb qaragan. Imom Buxoriy mundaq degan: Janobi Allah tomoq fidya berishni demagan, faqatla tutalmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin degan. Buning asosan uning chuqum qazosini qilish kerak. Ammo fidya berish kelsak, bersa afzal, bermasa hech gap yo'q. Chunki bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hech bir ko'rsatma kelmagan. Soni ma'lum bir qancha kun tutalmagan bo'lsa, shuncha kun qazosini qiladi. Ammo qancha kun roza tutalmaganligida yoki qancha kunni buzib o'tganligida shak qilib qolgan taqdirda ko'ngli xotirjam bo'lish uchun mumkin qadar ko'proq roza tutsa yaxshi. Bir qancha kun orqa-orqadan tutalmagan yoki buzib o'tgan bo'lsa, bu kunlarning qazosini qilganda orqa-orqadan tutishi kerak emas. Balki bir kun tutib, bir qancha kun o'tkazib o'tib, ondan yana bir kunni tutsa bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning tutalmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlar tutib olsin degan so'ziga asosan qazo bo'lgan kunlarning rozasini aralab tutsam kerak yo'q degan. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2011-yili 5-oyning 12-kuni. Fatvolar majmuasi 1-tom 94-nomerlik fatvo.